Yo, bu holatni ko'rib to'g'risi shokdaman, lekin talabalar pitsa zakaz qiladigan bo'libdi. Hozir talabalarga pitsa olib kelib berdim. Sizlarga bugun bitta qiziq holatni aytib beraman. Hozir olib kelib berdim 3 ta pitsa, 3 ta talaba turibdi-da, 3 ta talaba. Va kutib turibdi-da borib. Qarab turibdi. O'zi talabalar ham pitsa zakaz qiladigan bo'lib ketibdimi? Kuchayib ketibdimi talabalar desam, boyagilar kuladi. Ha deydi. Shu yangi yilga yaqin deydi. Bor budimizga shu uyga ketamiz-ku deydi. O'shanga pitsa zakaz qilib yeb qolaylik deyapti-da. Ha dedim. Bosoringizlar dedim. Yetmaganiga yo'l puliga uydagilaringizga bitta telefon qilasizlar, karta raqam shuni tashlaysizlar, tashib yuboradi dedim-da. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. To'g'risi, o'sha holatni ko'rib, to'g'risi gap bo'lishi mumkin emas deb qoldim. To'g'risi, men pitsa zakaz qilmaganman. Talabalik paytimda eslolmayman-da lekin. Pitsa zakaz qilganim. Rahmat, sog' bo'lingizlar, charchamayingizlar. Biz davom etamiz. Omon bo'ling. Bu videoni talabalarga yuborib qo'yamiz. Talabalarda ham pul ko'payib ketdi, borib. Gap yo'q lekin bosamiz.